Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'qib bitirgan 12 maktabga sayohat qilamiz. Bu videoni aynan mana shu maktabni o'qib bitirgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham bir bolalikni eslasin. Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni. Maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan mazil sariltadi. Vaqt hech kunni ayamasdan beshafqat qaritadi. Bulutlar tarqadi, mana keldi bahor, qushlar sayradi. Kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi. Kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salom, chunki endi maktab xayr, katta hayotga salom. Unutilgan sinfdoshlar, hatto gurbadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va bolalik. Do'stlaring bitta xabar, biz tugadik. Yangi notanishlar sanga yaqinroq aka-ukadek. Eski hayotimda balki xayolan to'ygan malik Nokia'da bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misli topshirishda tan olaman kam bo'lardim. Nokia'da screenshot qilishni faqat men bilardim.